Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun biz Andijon qalasindagi Azizxon degan bog'imizning jil joyiga kelganmiz. O'shim. Bizda hozir bu bog'imiz Harness kompaniyasining agronomlari bilan o'zi kerakli ma'lumotni olib yumush jashayotir. Hozirgi vaqtda bizda hit bo'layotgan mana Energestim kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. Bizdagi Pikamax. Просто buni baklashkada olib keldik. O'zi negizi 10 litroviy bachokda Energestim. Azizxonga olib keldik. Xudo xolasa ertin ostidan retsept jasab beramiz. Pomidorning tuyini semirtadi, guldo prosesini o'ta yaxshi qiladi. Asosiy tuyinga yumush jasaydi, tuyini semirtadi. Bolgarskiy bor ekan bu kisida. Jana qiyar bor, ogurtsi. Azizxon, siz o'zingizni ayting, o'sha vaqtda biz programma qilib berdik-ku sizga. Programma qilganda o'sha programma bo'yicha kelyapsizmi yoki o'zgarishlar bo'ldimi? Yo'q, o'zgarish bo'lgani yo'q. Mana shu bergan boshida retseptlaringizni berdim. Endi mana bunga qiziqib turibsiz, a? Qiziqib turibmiz. Natijasi zo'r deyapti Dilmurod aka. Energestim, Pikamax shularni berib, hozir bir sinovdan o'tkazamiz o'zimizda yana. Birinchi marta ishlatishimiz, xudo xolasa. Yaxshi deb tavsiya qilyapti. Yaxshi degan narsasi doim yaxshi bo'lgan, xudo xolasa. Endi buni natijasini o'zingiz aytasiz, bizga ko'rsatasiz. Keyingi safar videolarda xudo xolasa o'zingiz tashlab yuborasiz. Qanday bo'lsa shuni. Mana pomidorni sal yaqinlashtiring, hozirgi holati managa. Lekin pomidorni sal donlari sal unaqa katta emas. Asosiy mana shu donga ishlaydi. Mana 1 2 3 4 5 6 dan to'xtatdik. O'shim. Xudo xolasa natijasini yana eng slabiy joylarga Azizxon o'z iloji boricha slabiy joylariga, keyin dona anaqa joylarga berasiz. Baqalajon, bolgarskiyga berasiz. Natijasini xudo xolasa bizga ko'rsatasiz. Xudo xolasa video qilib. Dehqonga baraka.